Assalomu alaykum akalar. Ushbu videoda Spark avtomashinasi haqida o'zimning shaxsiy fikrimni aytmoqchiman. 2026-yil Spark olib haydasa bo'ladimi? Nimalarga e'tibor berish kerak? Qisqa qilib aytganda, Spark qanaqa mashina o'zi? Bugun sizlar bilan shu haqida gaplashamiz. 9 oy mobaynida men shu Spark haydadim. Mexanika uzatmalar qutisi 2018-yil 198 000 km masofani bosib o'tgan. Video davomida nimalar qilinganini o'zingizlar ko'rib guvoh bo'lishingiz mumkin. Plyusi va minuslari haqida ham gaplashamiz sizlar bilan. Mana biz ustaxonaga keldik. Boycha bor. Haydalgan mashina olgandan keyin albatta ustaxonaga kelib, qaysi detali ishdan chiqqanini ko'rib alishtirish kerak. Biz oporniy diskni charxlatishga keldik. Oporniy disk nima sababdan qiyshayadi o'zi? Mashina yurib kelgandan keyin oporniy qizib turgan bo'ladi. Unga karcher urish diskni o'zini shaklini yo'qotishga olib keladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Oporniy diski charxlanadi. Bir qatlamini almaz yordamida olib tashlanadi. Bundan ko'ra yangisini alishtirgan ma'qul emasmi deganlarga oporniy disk juda qimmat turadi-da. Mana yangi nomer oldik. 236. Madot. Mashina olishinglar bilan balandsurovka razval схождение qilib olinglar. Bo'lmasa bu yoqda qolib ketishinglar ehtimoli bor. Har xil holatda qabul qilib olgan bo'lishinglar mumkin-da. Spark Plus haqida gaplashsak, motori moshniy ekan. Mashinaning yuragi motori bo'lgani uchun eng muhim qism shu. Ikkinchi plyusi hadovoy chassi ham zo'r. Uncha-munchaga buzilavermaydi. Uchinchi plyusi bu burilishlarda, manevr qilishlarda shusturlik. Minuslarga kelsak, albatta bagaji yo'q. Menga eng yoqmagan jihatlardan biri sidenasi. Kimdirlar quchoqlab oladi deydi, aksincha qomati tekis ushlab turmaydi. Bu kasalliklar olib keltiradi. Kifoz qomat shakllanishiga yo'l ochib berishi mumkin. Biroz jo'ski mashina. Asadkasi ham past. Yo'lni qarali. Ashsha ko'rinmaydi-yu, ashsha mana. Ashsha ko'rinmaydi. Zo'rg'a ko'rinadi. 2 ta, 3 ta baracha. Gaz ham qo'yib yuborganda. Hmm, 14-yanvar. Metan dedim, o'chirt dedim. Hozir galim kelib qoldi. Shu Sparkdan keyinman. Mashinani motorini yuvishdan oldin mana shu qismlarni yopish kerak ekan Sparkda. Nima, oti nima buni, Otabek? Tushuntir buni, qaysi tomoni nima o'zi bular? 125 motorda akkumulyator oldida miyasi bor. O'sha yopiladi. Mana nima? Bu bo'lak bitaniyasi. Ferroxantrlar bitaniyasi. Shular yopiladi. Qolgan joy kerak emas, faqat motor sovigandan keyin yuvish kerak, maslahat beraman. Ha, shularni aytganda. Spark yana bitta plyusi, yoqilg'i ekonomikasi ancha yaxshi. Metanda 50 ming so'm bilan kamida 150, ko'pi bilan 200 km masofani bosib o'tadi. Bu 2025-yilgi ma'lumot. Endi bitta minusiga kelsak, chuqurlarga sezgir. Sababi baloni kichkina. 2026-yil olib haydasa bo'ladimi? Смотря qanaqa mashinalar ichida turibdi. Aytaylik, Nexia 3 bilan Spark qaysi birini tanlayman 2026da desanglar, men tavsiya bergan bo'lardim Spark, chunki ancha baquvvatroq agar uzoq vaqt minmoqchi bo'lsangiz. Ustiga xarajat qilmaysizlar, uncha kamroq xarajat qilasizlar. Bular ancha yumshoq mashina ekan. Lekin bakovoy biroz kichkina, ko'rishga qiynalasizlar. Ikkita oldi stoyka ham biroz odamga xalaqit qiladi, ayniqsa peshoboddan odam o'tayotganda ko'rishga qiynaladi. Sparkga tekkan kasal faralari tez kuyib qoladi. 9 oy shu mashinani haydagan bo'lsam, umumiy 3 marta lampochkasi kuyib qoldi. Bitta orqa stopnigi, bitta parachasi, oldi blижний и bitta tumanli.
adashmasam taxminan 20 ming so'm bitta lampochkacha. Ну, arzimagan pulu, baribir pulda. Yaxshi mashina 2026-yil olib haydashga arziydi, tavsiya beraman. Yana shuni aytish kerakki, uzoq yo'lga bu mashina bo'lmas ekan, Danilaga. Xavfsizlik jihatdan biroz xavfliroq. Shuma izolyatsiyasi ham yaxshi emas, dinamikasi o'rtacha, juda zo'r deolmayman. Qayta sotishga keladigan bo'lsak, hozirda Spark Nexia 3 bilan bir xil sotilyapti deyarli. Bu degani yaxshi ko'rsatkich. O'rtoqlar 2026-yil 16-may sanasi. Bugun haftani 6-kuni shanba. Otabek o'rtog'imiz bilan mashinani bozorga tayyorlayaptik. Mana motorlarni ham cho'tka qilib yuvib qo'ydik. Mana shunaqa vaziyatda mashina. Qarang, nima deyapti? Mana bozorga olib keldik. Zontik. Sabab? Bugun 16-mizda число. 16 may 2026-yil.